Tohirov, Faxriddinov. Xo'p, 11-raqamda Ravshan Ismatullayev. Darvozabon to'pni qaytardi hozir. Xo'p, birinchi to'rtlik hamon. Darvozabon zarba, darvozabon to'pni qaytardi. To'p uchun kurash. Yana uzoq masofadan darvoza tomon to'p tepildi. Samiyev aldab o'tdi. OKMKda hozircha o'xshayapti hammasi. Darvozabon chiqmoqda. Zarba, darvozabon to'pni qaytardi. Alirizo Husaynov. Kim bor u yerda? Zarba beratishga imkoniyat bor. Hozir yaxshi imkoniyat. Hujum oldinga boryapti. Zarba, darvozabon to'pni qaytardi. Qaltis harakat. Zarba, navbatdagi zarba, 3-zarba. Ko'proq vaqt bor. Mana shu yerda biroz ushlakatlari juda muhim. Futbolda ham, futzalda ham. Xo'sh, navbatdagi zarba. Faqatgina mana bu vaziyatni ko'rib olgandan so'ng orqaga darvozabon oldinga qarab boryapti. Diego David. Yaxshi imkoniyat, darvozabon to'pga chiqdi. Layev aldab o'tib ketyaptimi? Yo'q, o'tib keta olmadi. Yaxshi imkoniyat, zarba, darvozabon to'pni qaytardi. O'yinning borishi shaxsan menga yoqyapti. Yaxshi pas, zarba, darvozabon. Eshonqulov to'pni yerga yetkazib berdi. Zarba, darvozabon to'pni qaytarmoqda. Yonsiqdan yaxshi imkoniyat. Yana Menezes uzoq masofadan zarba, darvozabon o'z o'rnida. 1 2 3. Yana bir hujum va yana Dinamo. Zarba. Ikkita futbolchilar bir-birlar tushirib harakat qilyapti. Daler Eshonqulovdan zarba. OKMK so'rli o'rinlar uchun kurashayotgan jamoa. G'alaba juda muhim. Darvozabon zarba, darvozabon to'pni qaytardi. Uzoq masofadan Faxriddinov va yana darvozabon. David boryapti, zarba. Darvozabondan save.